Urganch shahrida ijro etuvchi hokimiyat organlarining inson resurslarini boshqarish bo'linmalari rahbarlari uchun o'quv seminari o'tkazildi. Unda inson resurslarini rivojlantirish va boshqarish borasida qonunchilikdagi yangiliklar, yangi me'yoriy va tartib-qoidalar to'g'risida so'z yuritildi. Batafsil muxbirimiz lavhasida tanishasiz. Joriy yil 9 aprelda Vazirlar Mahkamasining Respublika va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarining inson resurslarini boshqarish bo'yicha faoliyatini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Qaror bilan inson resurslarini rivojlantirish va boshqarish bo'linmalari to'g'risidagi hamda hokimliklarining tashkiliy kadrlar guruhi to'g'risidagi namunaviy nizomlari tasdiqlandi. Seminarda ishtirokchilarga ushbu qarordan kelib chiqadigan vazifalar, tizimdagi o'zgarishlar yetkazildi. Qarorga asosan joriy yilning may oyidan boshlab Respublika va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari inson resurslarini boshqarish bo'yicha faoliyati Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi tomonidan baholab boriladi. Shuningdek, ijro etuvchi hokimiyat organlari inson resurslarini rivojlantirish va boshqarish bo'linmalarining vazifalari va funksiyalari, faoliyatini tashkil etish tartiblari ham belgilandi. Seminarga taklif etilgan mutaxassislar bu borada zarur ma'lumotlarga ega bo'ldilar. Bugungi kunda mazkur tashkilotlarda inson kapitalini rivojlantirish bo'yicha tashkilotni muhim baholash reytingi indikatorlar bo'yicha ham tushuntirishlar berib o'tildi. Bu yuzasidan mazkur yil oxirida tashkilotlarni baholash koeffitsiyentlari ko'rsatib o'tilishi belgilanganligi ham bildirildi. Mazkur seminarda o'zlarimizga masalan kadrlar bo'yicha ishlashda muhim vazifalar belgilanganligi, hozirgi kunda mana shu inson resurslarini rivojlantirish bo'yicha muhim qadamlar tashlanganligi va mana shu kadrlar zaxirasini shakllantirishda hozirgi kundagi mazkur e'tibor yuqori ekanligi yana bir bor hukumatimiz tomonidan mazkur qaror asosida tasdiqlanganligini guvohi bo'ldik. Mazkur seminarda mahalliy hokimiyat organlarining tegishli soha mutaxassislari o'zlarini qiziqtirgan savollarga ekspertlardan kerakli javoblarni oldilar.